Sichqon, kalamush, qurt qumursqani qotili bu qadrdonlar pena lombos bo'ladi. Ustiga chiqib sakrasangiz ham hech nima bo'ladi, sifatli bo'ladi, garantiyasi bo'ladi. To'sinda chiritmaydimi deganlarga umuman to'sinda chiritmas ekan, garantiya berilar ekan. Agar juda ko'nglingiz bo'lmasa, xohlagan joyingizga dimoxotlar, har bitta uyga bittadan ikkitadan dimoxot ham qo'yilib ketirilar ekan. Ko'ryapsizlar, buni afzalligi qishda issiq, yozda salqin bo'ladi va kichikroq to'sin tashlagan bo'lsangiz ham nagruzka bo'lmaydi. Loy lombosdan yengil bo'ladi qadrdonlar. Buni yana bir afzalliklari qadrdonlar. Misol uchun loy lombos qilgansizda yorilyotibdi. Uni ham ustiga qo'yib beraveradi, baland etaj domlarga ham xizmat ko'rsatilaveradi. Voha tarafda yashaydigan akalar 300 kvadratdan oshiq obyemingiz bo'lsa, borib zo'r qilib xizmat ko'rsatib berar ekan. Endi buni qalinligiga keladigan bo'lsak, 5 sm qalinlikda bo'lsa 35 ming so'm, 7 sm qalinlikda bo'lsa 40 ming so'm, agar 10 sm qalinlikda bo'lsa, qadrdonlar 50 ming so'mdan xizmat ko'rsatib berar ekan. Juda ham zo'r holatda xizmatlar O'zbekiston bo'ylab aytilgan kvadrat bo'lsa bo'ldi qadrdonlar. Eng zo'ri, eng sifatlisi bo'ladi, to'singa yuk tushirmaydi. Qishda issiqni, yozda salqin bo'ladi. Ham 150 kvadrat obyemingizni bir kunda shishib bitirib ketar ekan. Sizlardan talab qiladigan narsa zardu